Mana bitta yo'l yurg'izib olgandan keyin mana hozir boshdan ko'rsatmoqman-da. Mana materialni o'ng tomoniga mana bitta mana ikki mana 8 sm chizib olasizlar. Qo'lni uchidan mana bu yerga rezinkani yo'li mana birinchi rezinkani 8 sm chizib olasizlar. 8 sm dan tepaga qarab 10 ta yo'l chiqib ketasizlar. Mana birinchi yo'lini yurdim. Mana yurib kelgandan keyin uzmaysizlar-da. Uzmay kirgizib olasizlar. Baqa kelganda ham uzmaysizlar. Ipni uzmay tikib kelib olasizlar. Ustalaring va rezinkalaring qochib ketib qoladi. Mana yengi mana 10 qator. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qator mana. Umuman mana uzganim yo'q rezinkani mana. Ipni uzganim yo'q. Mana shunaqa qilib tikib ketasizlar. Mana bari ham uzilgani yo'q mana. Shunaqa. Endi yenglarni bir-biriga qo'shamiz. Mana bu yengni bir-biriga qo'shganlaringda mana bir rezinka choklaring bor. Mana bunaqa qilib bir-biriga to'g'ri kelmay qolmasin. Bunday bo'lib mana bir-biriga to'g'ri kelgizib tushiringlar qizlar. Boshini ham mana to'g'ri qilib zakutgan berib ko'rsatyapmiz. Mana barlarini ham to'g'rilab chiroyli qilib ishga kelganda qo'ltig'ini to'g'rilab olib mana yeng. Mana rezinkalar mana to'g'ri kelgan. Mana bitta chok bor hozir. Mana rezinkalarini mana shunday to'g'rilaylar. Shunday to'g'rilab kelgan rezinkalarini. Endi mana yengni qaytaramiz. Qaytarib olib kelib, mana birinchi chokni ustidan tikib chiqamiz. Hozir o'ngirib olamiz ekan. Mana o'ngirib olib mana qaytarib mana chokiga qo'yib tortib mana uni tortib mana uni buravermanglar. Tortib sekin mana chokni ustidan tikamiz. Choklarning birinchi chokni ustiga tushishi kerak. Birinchi chokni ustiga tushadi chok. Mana rezinkani choklari mana bitta chok bor, qo'shilgan chok to'g'ri kelsin. Rezinkani choklari mana.